Assalomu alaykum hurmatli bizni YouTube tarmog'ida kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar uchun Bog'ot ishonch do'konidan bu yerdagi yangiliklar, bu yerdagi bor vaziyatni ko'rsatish uchun Baxtnazar ukamiz bilan xudo xolasa kichkinagina video tayyorlaymiz. Ketdik. iPhone'lardan boshlaymiz ha. Birinchi hammani yaxshi ko'radigan o'yaji iPhone telefon-ku, to'g'rimi? Başlayımız. Xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib iPhone telefonlarning har xil modellaridan bor. Görüp saylab yaqqandan olaversalar bo'ladi. Bir pasport evaziga xohlgan istalgan turdagi iPhone'ni olib ketsalar bo'ladi. iPhone'dan tashqari Samsung Galaxy modellari ham bor. Har xillaridan bor. Undan tashqari ishlatilganlar ham bor. Yo'nqislarni ko'rib tekshirib olib, ana garantiyalar bilan olsalar bo'ladi. Xo'p, telefonlarni ko'rdik. Endi meningdagi quyoshda kuyganlar bor bir ha. Voy. Gördingmi aka? Ketdik. Konditsioner ko'ramiz bular uchun. Konditsionerlarimizni aynan bugungi bahona bir tushuntirib o'taylik. Bugun qaysilari arzon narxda turibdi, qaysilari masalan bir misol uchun Premier Outfit degan modelimiz bor. Ava? Evet 481 mingdan chiqadigan oylik to'lovi bugungi kuncha 385 mingdan. Bo'lib to'lash imkoniyati bor. Bir pasport evazidan kelib xarid qilaveradi, dostavka ustanib kelsam ichida bo'ladi. Ustanib kelsam ichida. Ustanib kelsam ichida olib beradi. O'zlari olib borib beradi. Do'shlardan yerlar bo'lsa-ne? Shu narsa standartning o'zining ichida bo'ladi. Hamma narsa shuning ichida. Hava. Bu endi buni razmeriga qarab masalan 12lik deydi, 18lik deydi, har xilisi bor, to'g'rimi? Klientlarimiz keladi, xonani eni bo'yini aytadi, bizga ma'lumot beradi. Ava. Misol uchun 5-10lik deydi, shu kvadratlardan kelib chiqib, shulara mos konditsionerlar taklif qilamiz. Shundan keyin yaqqanni saylab oladi, xarid qilgandan keyin dostavka ustanib ketib beriladi. Tushunarli. Yetdik endi uy bekalari uchun biza girish mashinalarini ham ko'rib o'tib ketsak, girish mashinlarimiz endi avtomat, pol avtomat bo'ladi axirlari. Hava. Eng asosan 2 kilolikdan boshlab pol avtomatlarimiz, 10 kiloliklargacha bor. Kichkina rozgarlar bo'ladigan bo'lsa, kvartirada yashaydiganlar bo'lgan ko'p dasturxon platsi uchun, yosh bola kiyimi uchun mos bo'ladi 2 kiloliklari. Xolasalar har qaysini bir namal qo'yishlari mumkin, to'g'rimi? Doppador gap. Bu yerdan shu bir pasport evaziga bemalol olib ketaveradilar axir. Hava. Pul oldindan to'lov bo'ladimi? Oldindan to'lov umuman kerakmidi? Shu aytganini shu bir pasport evaziga Avalon, LG, Premier, har xil RTS, Shwaki, har xil modellardan kelib xarid qilsalar bo'ladi. Endi yana bir narsada, xo'p, bir yerda ishlashlari kerakmi yo ishlamasalar ham bo'laveradi? Ishlashlari shart emas. Bemalol kelib shu yaqqan vajni olib xarid qilib ketsalar bo'ladi. Bir tekshirib ko'ramiz, pasportdan kelsalar. Endi chorniy spiskada bo'lmasalar, chorniy spiskada muammolari bo'lmasa, sразу taqlab beriladi. Bez problem bu narsa. Ana. Yetdik. Bo'lmasam, xolodilnik ham hozir to'g'risi to'q zamon bo'lib ketdi-ku. Uyda yo'q narsani o'zi yo'q hozir. Hava, to'g'ri aytasiz. Endi masalan olingan produktlarni isrof qilmasdan uni yeyish uchun bizlarga shunday katta xolodilniklar kerak. Sifatlari kerak, to'g'rimi? Xolodilniklar to'g'risidan bir ma'lumot berib bersang. Og'a, xolodilniklarning har xil assortimentlaridan bor. Rossiyskiy deysizmi, ukrainskiy deysizmi, yaponskiy deysizmi, koreyskiy deysizmi, Indoneziyada chiqadigan LG'da hamma narsalari bor. Yaqqanni kelib, misol uchun Premier, shuning bo'yi 1.85, eni 60lik xolodilnikimiz bor yana. Muzxonasining o'zi 114 litr. Xolodilnik qismi 211 litr. Ona qarang, oylik to'lov 509 ming so'mdan gap xarid qilsalar bo'ladi. Qish odam biz saqlab qo'yaveradilar, yozda mevalar, hamma narsa. Havo bizakilar nishatadi. Biza cho'rak nonni muzxona diqadilar. Bunga bemalol sig'adi. Bir tandir non polni sig'adi. To'ppa-to'g'ri. Ana, xalosa bu tarafdan qo'ysin. Ana endi rozgar boblardan kerak, toza xo'jaliklarga kerak desalar, enay bunda yana Premierni kichikroq modellari bor. Ichini kattaligini qarang. Shuncha narsa sig'adi enay. Ham invertor tok saylanmaydi. Ham bir narsa bor ekan hozir. Biza uydagi xolodilniklar buzlab turadi-da. Hava. Endi uni воздушный puflab turadiganlar ham bor ekan-a? Воздушный puflab beradiganlar ham bor. Misol uchun keling endi Hitachilar ham bir ko'rsataman. Endi yaxshisini ko'rgan savob bo'ladi. Ham original narsa, ham ichlarini qaranglayna. Ichlari ham keng bo'lib 80 santimetrlik xolodilnik. Voy boy. Bular ko'chada issilab kelsang ichine girib orqaga sovib yuborgida ekan bular. Hava. Handasa aytganingizdek воздушный konditsionerda dondirib turadi. 1 gram ham suv oqizmaydi. Qoraytirmaydi. O'zan bir-biridan isam urdirmaydi. Is urdirmaydi. Glавный shuda o'zi. Glавный shu. Muzxonasini ham bemalol go'sht, shokolad, morojniy, hamma narsa, muz qo'yadiganlarni achin bor. O'zing konteynerlarni achin chiqadi. Ko'rib turamiz-da. Ya stekanlarga solib beradigan muzlar qo'yadilar bu ichida. Yomon kepli narsa. Morozinliklar ham bor ekan do'stlar, morozinliklar. Ham xolodilnik, ham morozinlik bo'ladigan morozinlikimiz bu. Zo'r. 330 litr bo'ladi. Invertor hisoblanadi. To'kdan past to'kdan ishlab beradi. Oldinlari kurus sotuvchilar olgan morozinlikni. Hozirgi kunda to'g'risi ko'plab qarindoshlar uyina borib qolsak, havosi tiyib qaytamiz. Morozinliklarni shunday tiyib qo'yadilar, ichida yashigi bilan kolani olib, eldinga qo'yib beradilar. Kerak bir o'zgaradi, to'g'rimi? Kerak. Yetadi. Uy o'zgar buyumlarning xatollari kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Oshxona narsalarida, oshxona jihozlari deymiz endi buni.
6000 turdan ziyod mahsulot tovarlarımız var. Bemalol gaz plita desa gaz plitalardan xil-xillaridan bor. Biran gözü toklu, cho'yanli, grilli, keyin gaz kontrolli, zajgalkali, nejaveka. Bu yerda ya zajgalka deganingda bir shunday chakka ettirib ochganlar o'zi ham turaveradi xila. Albatta. Ko'pchilik qiziqadi-ku unga. İçləri biokeramikalar ham bor. Biokeramika. Даже imanda yana Zafar abi farklı işləsəniz ham bo'lardi. Bizə bir mehmon etgan vaqtda zang Hava. Endi tovuqlar pişirib. uyda ko'proq gap eshitdim desang, shu ovqat pishirishni o'rganib qo'yish kerak-da. To'g'ri. Masalan, uyda uy bekasi u yerda ishlaydigan bo'lsa, o'zing tuxum chaqishdan bilmay yursang, undan bo'lmaydi. Shunday bir imkoniyatlari bor ekan, hattoki kiyimlari ham bor ekan buning. Xudo xolasa bugun ovqat pishirishni o'rganamiz. Bo'ldi, tamam. Tayoqga bermaydi. Yaxshi. Ketdik. Endi do'stlar, sizlar uchun ro'zg'orbob yana bir narsamiz bor. Shu yerda plisoslar. Plisoslarimiz ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Har xil modeli bor ekan buni. Har xil modellaridan bor. LG, Samsung, Magna ismi, Shwaki ismi, Ferri ismi, Avalon ismi. Birlarning ham xaltalari bor, bir musullarni xaltasi solib turadigan bo'ladi dedi buni. Endi shuni tushuntirib beraman. Ina misol uchun bu Avalon firmamiz xaltali bo'ladi. Qopchaga tushadi changponglari, oborotlari 2000 zo'r xili. Keyin kimdir yangi xaltani qaqib yurish yoqmaydi. Chang allergiyasi bo'ladi. Shu narsa uchun imni banka variantlarini chiqarib qo'yibdilar. Shu banka tushadi, bankani olib turib, yuvib ishataveradi. Hech qanday changpong chiqmaydi. Chang o'tmaydi. Kimdir u yoqadi, kimdir bu yoqadi. Ana shu ko'rib tanlab olaveradilar. Kimdir gulga oshiq, kimdir bulbulga oshiq deydi shu narsa ekan. To'g'ri. Televizorlarni ko'ramiz, ketdik. Televizorlarimizni shunday uzoqdan qarashingizdan ko'rinib turibdiki, bu yerda har xil razmerdagi katta, kichik, xonadonimizga mosabalos, to'g'rimi? 81 santimetrdan boshlab to shu ketaveradi. 220 santimetrlik televizorlarimiz ham bor. Garantiyani ham aytib o'tdik. Bu yerdagi tovarlarga garantiyalar. Ofitsialniy garantiyasi 3 yil bo'ladi. Keladi, ko'radi, saylab oladi. Asosan bu yerda haqiqiy brend tovarlar turadi. Ya'ni Xitoyskiy qo'shnimakishindagi tovarlar bor desangiz. Bir kun, 2 kun, bir oydan o'tib ko'k qoladi emas. 3 yil ofitsialniy garantiyasi bo'ladi. O'zidan 10 yil garantiyasidan beraman. Sindirib kelsam ham berasizlarmi? O sindirsangiz o'zingiz aybingiz bo'ladi. Diodi go'ysa lekin mut uzatib beradi. Ekran shunday o'zi turgan joyida bir gap topadigan bo'lsa, servis xizmati bor. Garantiya bor, ofitsialniy. Chunki bu yerda sotilib turgan televizorlar hali Baxnazarni tushuntirganimdek brendoviy. Bu haqiqiy zavoddan sertifikatlari bilan kelgan televizorlar sotiladi. Hech qanday anonim bujir-bujir adlı televizorlar yo'q. Yana bir yeri bor. Ur Samsung edi. Ondan tashqari Galasoy ham bor, 8 GB pamyatlari ham bor. Zrenyangiz uchun ham zashtasi bor. Shu taraflama yaxshi. Ana ko'rib hazat bir xorda qolasizlar, oilaviy. Do'stlar davrasida, oila davrasida zo'r bo'ladi. Mebel, masalan, mebellar to'g'risidan bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaylik. Mebellarda yana ko'rib turasiz, uголокlarning har xil xillaridan bor. O'zi ham yangi mo'shi tovar bo'ladi. Mo'shi tovar. Masalkilar ham 6lik, 8lik har xillaridan bor. Bo'shqina, rohat o'zi. Keyin undan tashqari zallarimiz uchun 12 odamlik üstəlik kürsülərimiz ham bor. Üstəlik kürsülərimiz ham xarid qilsa bo'ladi. Keyin oshxona mebellari, spalni mebellarimiz ham bor yana. Mebelni rasmini shunday olib kelib turib, "Ishi mana ishi" desalar ham pulni topsa bo'ladi. Topib ham beramiz, kerak bo'lsa uzattirib ham beramiz, farqi yo'q. Parban beramiz. Parban beramiz, o'rnattirib ham beramiz. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, biz doim nima uchun harakat qilamiz? Xalqimiz narsani olganda qiynalmasligi kerak. Bu bir. Ikkinchidan o'chirib o'tirmasligi kerak. Ikki. Uchinchi eng asosiysi, kisada pul bo'lmasa ham olib bilishi kerak. Shunday bir pasportni olib kelish kerak, shunday qo'ydi, 1 minut hujjat taqlandi, olib chiqib ketish kerak. Endi eng zo'r yeri, aksiya shuning bo'ldi degan vaqtda uçib kelib, shu ishonchga kelib xarid qilsalar bo'ladi. Aksiya e'lon qilgan vaqt. Sababi foizsiz, ustamasiz bo'lib o'z narxini bo'lib to'laydilar. Bizda aksiya hamisha bor. Endi ko'pchilik bizani kuzatadiganlar, ko'pchiligi biladi. 3 kun shunday katta aksiyalar qo'yib ketiladi. Ana shu aksiya vaqtida ko'pchilik aytadi, "Hey" dedi, "Prosti videoda shunday ekan, bunday ekan, bunday ekan." Siz bu yerga kelib ko'rsangizgina bilasiz. Chunki u aksiyamizni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini. Endi hozir ta'kidlab o'tadigan narsamiz, biz aksiyada e'lon qildikmi? Siz qo'rqmasdan kelavering. Chunki bu yerda aynan shu videoda nima gapirgan bo'lsak, shu gapimizga javob beramiz biz. Getdik endi trenajyorlar ham bor ekan bu tarafda. Uy uchun maslangan ekan bular. Har xil turdagilari bor ekan. Ya bu asosan cho'zilish uchun, ya'ni belinda sal grijasi borlar uchun yo bo'lmasa og'riq borlar uchun cho'zilib, bemalol harakat qilsalar bo'ladi. Keyin imonda ozish uchun chiqib, ham qo'l, ham oyoq uyda, qiladi havo.
ko'chada bir yere borib yurmaydilar, uyina bir olib qo'yadi udan. Ko'pchilikda bor ham, endi yo'qlar ham shuni ham tavsiya qilamiz ham. Undan tashqari bu yerda tornik broslar ham bor yana. Bizlar ham shu ara-arada shug'ullanib turamiz. Ava. Endi sport sog'lik kerak-ku. Mening deysan ham sportsmen sana. Opa deb qatchinaymi? Gantelar ham bor. Hamma narsa bor. Uyimiz, ro'zg'orimiz uchun kerak bo'lgan 10 mingdan ortiq turi bor, ha? Tovarlar. Hamma narsamiz 10 mingdan ortiq turi bor. Turi bor. Undan tashqari hozir sizlarga oxirida bir kichkinagina video ko'rsatamiz. Bu videoni uy bekalari, qizlarimiz, gelinlarimiz xush ko'radi. Chunki hozir videomizning oxirida oltinlarni qo'yib beramiz sizlarga. Bu oltinlarimiz zavoddan birinchi qo'l bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, hech qanday tekshirib oladimi bu yerda, ha? Tekshirib oladilar. 585 proba. 585 proba. Bu degani eng oliy sifatda ya'ni. Bizni bergan ma'lumotlarimiz sizni ko'nglingizni to'ldirgan bo'lsa yoki bo'lmasa yetmagan joylari bo'lsa kommentariyamiz bor. Bemalol birin-ketin kerak vajingizni bahosini bilishingiz mumkin. Va biz to'g'rimizda ma'lumotlarga ko'proq ega bo'lishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va sizga xudo xolasa birin-ketin do'konimiz to'g'risida chiroyli ma'lumotlarni berib boramiz. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. Bir dona like'ni siz bosib bering qani.